Qashqadaryo viloyatining Nishon tumanida Talimarjon shaharchasi yaqinida joylashgan Solyanka ko'li o'ziga xos manzarasi va noyob landshafti bilan ajralib turadi. So'nggi yillarda bu maskanga nafaqat mahalliy aholi, balki turli hududlardan kelgan sayyohlar ham tashrif buyurishmoqda. Hududda ov turizmi, ekoturizm va dam olish maskanlarini rivojlantirish yo'nalishida qator loyihalar amalga oshirilyapti. Mazkur tashabbuslar nafaqat hudud iqtisodiyoti yuksalishiga, balki minglab sayyohlarni jalb etish, yangi ish o'rinlarini yaratishga ham xizmat qilyapti. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Qashqadaryo viloyatining Nishon tumanida joylashgan Solyanka ko'li tabiat sevuvchilar uchun haqiqiy go'zal manzil. U Talimarjon suv ombori yaqinida, qamishzor va daraxtzorlar bag'rida joylashgan bo'lib, musaffo suv va tinch muhiti bilan kishi ko'ngliga orom baxsh etadi. Solyanka ko'li Nishon tumanining eng olis hududida, Turkmaniston Respublikasi bilan chegaradosh manzilda joylashgan. Ma'lumot uchun ushbu manzil bor ekanligini Qashqadaryoda deyarli ko'pchilik bilmaydi. O'z bag'rida sir-sinoatlar, nafaqat sir-sinoatlar, balki ushbu manzil o'zining bag'rida ko'plab jonzotlarni ham saqlab kelmoqda. Ko'l atrofi boy flora va faunaga ega. U yerda turli qushlar, baliqlar hamda o'simliklar uchraydi. Mahalliy aholi va mehmonlar bu yerga ko'pincha baliq ovlash, tabiat qo'ynida sayr qilish yoki dam olish uchun keladilar. Mazkur ko'limiz 7 ta ko'ldan iborat bo'lgan. Bu yerda turli xildagi ko'ngil ochar maskanlar, sport majmualari qurilishi rejalashtirilgan. Ushbu maydonda eshkak eshish sportini rivojlantirish maqsadida dastlabki kelishuvlarga erishilgan. Xususan Nishon tumanida turizm salohiyatini rivojlantirishda ushbu ko'lning o'rni va mavqei juda ham katta. So'nggi yillarda Solyanka ko'li hududida ichki turizm rivojlanmoqda. U yerda fotozonalar, dam olish maskanlari hamda ekoturizm yo'nalishlari yaratilib, tabiiy go'zallikdan bahramand bo'lish imkoniyatini tobora orttirmoqda. G'ol va Mirif Jamol Nazarov, Qashqadaryo.